Gollandiyada yaşayotgan bir turkum Uyg'ur ayollar Xitoy bilan Yaponiya komandalari o'rtasidagi musobaqada Xitoy Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtat deb yozilgan mayka kiyib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga e'tiroz bildirdi. Egilinishcha, dunyo ayollar voleybol chempionligini tanlash musobaqasining Xitoy va Yapon ayollar komandasi orasidagi guruh musobaqasi 28-sentabr Gollandiyaning Arnhem shahrida o'tkazilgan. Dünya ayollar voleybol chempionligini tanlash musobaqasining Xitoy va Yapon ayollar komandasi orasidagi guruh musobaqasi 28-sentabr Gollandiyaning Arnhem shahrida o'tkazilgan. Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlar ittifoqining o'rinlashtirishi bilan Gollandiyadagi jangovar ayollarimizdan 12 xonim degan xat besilgan maykalarni kiyib musobaqa naq maydoniga borgan. Musobaqa boshlanib yarim soatdan keyin amallik saqlash xodimlari Uyg'ur xonimlarning uchisidagi maykalarni soldirib olgan. Bu xonimlarning jasur harakati dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning olqishiga erishdi. Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati xalqaro kuchli kun tartibga kelgan bir mezgilda bir Uyg'urning Indoneziya hukumati tomonidan Xitoyga o'tkazib berilganligi g'ulg'ula qo'zg'adi. Benar xabarlari to'rining 27-sentabr xabar qilishicha, Indoneziya bu yil 7-oyda jazo muddati to'shib qo'yib berilgan bir Uyg'urni Xitoyga o'tkazib bergan. Indoneziya soqchilari mazkur Uyg'urning Xitoydagi qaysi shaharga elib ketilganligini oshkorlamagan. Bildirilishicha, 35 yoshli Ahmad Bozo'g'lan ismli Uyg'ur boshqa 3 Uyg'ur bilan birlikda 2015-yili yolg'on pasport ishiltish, atalmış terrorlik tashkilotiga qatnashish degan bahona bilan 6 yildan 8 yilgacha muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan. Dunyodagi eng chong iqtisodiy gavdaga vakillik qiladigan G7, ya'ni 7 davlat guruhining tashqi ishlar ministrlari va Yevropa ittifoqining alohida vakili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashi uchun Nyu-York shahrida jam bo'lganda Ukraina urushi, Uyg'ur masalasi va Tayvan masalasini muzokara qilgan. 7G davlatlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarligi ishxonasining Xitoyning Uyg'ur avtonom rayonidagi kishilik huquq vaziyati bağlanğan dokladning e'lon qilinganligini qarshi oladiganligini va bu masalada davomli hamkorlashadiganligini bildirgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harrisning Yaponiya ziyorati jarayonida aytgan Amerika Tayvan bilan g'ayri rasmiy munosabatni davomli cho'nqurlashtiradi degan so'zlarini tanqid qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin kundalik axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilib, Harrisni Washingtonning bir Xitoy prinsipidagi va'dasiga amal qilishga chaqirdi. Sharq Turkistondagi siyosiy bostirishning navbatdagi ahvolini baholash maqsadida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tayyorlab chiqqan doklad tashqi dunyoga ma'lum bo'lgandan keyin Xitoyni tanqidlash cho'qqanlari dunyo miqyosida o'xshamagan ravishda o'tirg'i chiqdi. Ammo Afrika davlatlarining ko'p qismi bu masalada sukutni tanlagan bo'lib, yana zo'r bir qismi Xitoy hukumatini oshkora himoya qilishni tanladi. Afrika davlatlarining har qachon Xitoy bilan bir safda bo'lishi haqida so'z bo'lganda, Janubiy Afrika Xalqaro munosabat institutining tadqiqotchisi Kubus Stadin buningdagi eng muhim omilning iqtisodiy bog'lanish ekanligini ta'kidlaydi. Uning bildirishicha, Afrika davlatlarining ko'p qismi, jumladan bir qism musulmon ellari o'zlariga shuncha yiroq joydagi Uyg'urlarni himoya qilish badaliga o'zlarining jonijon manfaati uchun oshkushlik rol o'ynayotgan Xitoy davlatini ranjitib qo'yishdan qo'rqadi ekan. Tayvan bilan orasida jiddiylik bo'lgan Xitoy yana bir qatim Yaponiya dengiz tavalligiga daxl tarz qildi. Egilinishcha, Xitoyning 3 dengiz qirg'oqi muhofazat paraxoti Senkaku oroli atrofida Yaponiyaning dengiz tavalligiga kirgan. Ma'lum bo'lishicha, Yaponiya charlash paraxotlari Yaponiyaning baliqchilik kemalariga ergashayotgan Xitoy paraxotlarini o'zlarining dengiz tavalligidan ayrilishga ogohlantirgan.